Sergey, ko'p gapirmagin. aka. Gapni bo'lmaydi. Ratmoy, Sergey, вот yaqinda puling chiqsa mashina olaman deyapsan. Mashina bozorga chiqma. Aldab qo'yadi mashina purishda. Mani o'zimdan mashina olgan. O'zimga aldan, pul o'zimizda qoladi. Kelinglar, qachon keldilaringiz? Akajon yordamimiz kerak edi. Bu odam yordam beraman deb ham keladimi? Qanaqa yordam, Ratmoy? Aka $10,000 pul zaril bo'lib qoldi. Ты слышишь, объясни сам. $10,000 это много. Залог bormi хотя бы? Bor aka. Nima bor? Gentra bor mana qaynog'amiz Gentrasi. Gentra stoyishida. Все, родной, men berib turaveraman $10,000 qarz, menga nima foyda? Foyda bo'lmasa dadamga ham pul bermayman. Объясни сам, Sergey. 10 kunda 11,000 qilib beraman $10,000 aka. Нет, ты слышишь? Это рыба, это haram это, родной. Bir yo'lini qilib bering aka. Shuni halollab olaylik unda o'zimizga. Qarang, men sizga $10,000 beray. Gentrani oldi sotib olaylik 10,000 ga. 10 kundan keyin 11,000 qilib qaytarib sotib olaverasiz Gentrani. Пойдётmi? $10,000 pul. А где ключи? Ключи здесь, вот ключ. Ты снимаешь, да? Все. Все halol, baraka. 10,000 ga Gentra oldim. At ключи. 10 kundan keyin $11,000 ga qaytarib sotib olasizlar. Mabodo ulgurmay qolsangiz, tushundingizmi? He pocha, aytmaysan. Uyga-da mani doim ishlaysiz deb o'ylabman. Shunga edi. Uyga bo'lsa men beraman, ha? Qaytarib bering pulini. Hozir $1,000 qo'shib berish kerak edi. Men beraman, men beraman. Uyga, ha? Rifkat aka, $11,000 aka. Ну? Ishimiz bitib qoldi. Kalitni bersangiz ketamiz aka. Нет, объясни, Sergey. Вот ismi rasmiga sal bozor qilib qo'yaylik. Bo'ldi aka, mana $11,000. Qanchaga sotasiz? Men 20,000 deyapman. 11,000 ga bering. Нет, kami yo'q. Ha? 5 minut bo'ldi-yu aka. Объясни сам, Sergey. Вот men bu Gentrani mengan olganman, sotgan emas. Mabodo qiziqsalaringiz, mingim kelyapti desangiz, 20,000. Kami Ya yo'q. uni qilmang endi aka. Нет, родной, bu bozor emas-ku, kami yo'q. Sergey, 12 ta qulflar Gentra moykaga borib kelaylik. Sotilmaydi, родной.